Xorazm bu ikkita cho'lning orasida paydo bo'lgan, tarixi 4000 yildan oshiq bo'lgan o'lka hisoblanadi. Voha, bizda voha deb aytiladi. Bir tarafidan qora qum, ikkinchi tarafidan qizil qum o'rab turibdi va bu yerga hayotni olib kelgan bu Amudaryo hisoblanadi. O'sha Amudaryo bo'yida demak cho'llarning o'rtasidan suv olib kelganda, cho'lning o'rtasidan Amudaryo oqib o'tgan va shu Amudaryoning atrofida hayot paydo bo'lgan. Davlatchilik tarixi 4000 yilga borib taqaladi. Xorazm so'zi quyoshli o'lka degan ma'noni beradi yoki Xurlar o'lkasi, Xorazm deb aytilgan. Xorazm to'g'risida Gerodot yozgan, bu tarixning otasi, o'z asarlarida yozgan. Keyin Platon asarlarida uchraydi va yozuvlar Xorazm to'g'risidagi birinchi bitiklar bu Behuston tosh yozuvlarida saqlanib qolgan va bu Avesta dinini demak kelib chiqishi Xorazmdan deb aytilgan va bu Zardushtiylik dinini asoschisi payg'ambari Zaratustra Xorazmda yashab o'tgan va 27 tom dan iborat bo'lgan, uni qonun qoidalar yozilgan Avesta kitobi ham shu yerda yozilgan. Aleksandr Makedonskiy o'z yurishlarida Xorazm bilan ittifoq tuzgan. Kelishim tuzgan ha. Xorazm bu turgan siz aytayotganday quyosh kun ko'rinib turadi bu yoqda. Bizda 360 kun quyosh chiqib turadi. Yozda, qishda hamma vaqt quyosh. Yomg'ir qanday bo'ladi? Yomg'ir bizda juda ham kam, chunki bizning yonimizda dengiz yo'q, suv havzalari yo'q. Cho'lning o'rtasi bo'lganligi uchun yog'ingarchilik juda ham kam. Bu yerda eng eski joyimiz ana shu kecha bizda chiqqan tepalik, bu Oqshayx bobo tepaligi deb aytiladi. Bu Xivada qurilgan eng eski demak binolardan biri. Bu 5-6 asrlar. Bizning orqamizda turgan buyukliklarda bu joylar o'rta asrlarda qurilgan. Bular madrasa. 22 ta madrasa hozir Ichanqal'da saqlanib qolgan. Umuman shaharda 67 ta madrasa bor. Bu o'quv markazi. Bu bilimdin o'lkasi deganda ha, uchebniy sentr, o'quv markazi bo'lgan, xuddi Yevropadagi shaharlarga o'xshab o'quv markazi bo'lgan va Buxoroda, O'rta Osiyoda, Buxoroda va Xivada butun O'rta Osiyodan, hatto xalifalik territoriyalardan kelib ham demak ilm olishgan. Hozir biz nasibimizda turgan imorat kimga tegishli? Bu xonning saroyi, Ko'hnark saroyi deb aytiladi. Bu birinchi xonlarning saroyi, bu ham 4-5 asrlarda devorlari saqlanib qolgan. Bu shu asr uni ortda turganlar 4-5 asrga qarab. Ha, buning ichindagi fundamentlari 4-5 asrlarda qo'yilgan. 1 gektar maydonni tashkil topgan. 1 gektar maydonni? Ha, ichkarisi. Bu yerda arkeologlar ishladi. Arkeologiya bizda 4 bosqichda bo'lib o'tgan. 70-80 yillarda birinchi bosqichi bo'ldi. 80-yillarning boshida ikkinchi bosqichi, 84-88 yillarda uchinchi bosqichi bo'ldi va 2500 yillik o'tkazishdan oldin 90-yillarda oxirgi bosqichini qildilar. Ana shu devorlarni o'rgandilar. Bundan spektralniy analiz qilindi, pochvasi o'rganildi. Arxeologlarning bergan zaklishенияsi 3-4 asrlarda qurilganligi aniqlangan. Xiva shahri boshqa Samarqand, Buxoro shaharlari singari bu Buyuk Ipak yo'lida joylashgan savdo shahri bo'lganligi uchun qayerda cho'lda, qayerda suv bo'ladigan bo'lsa, shu suvni bor ekanligini bildirish uchun shuni yonida shunday baland joylar qurilgan. Qumda kelayotgan odam uzoqdan ko'rishligi uchun. Minoralar, demak shu minoralarning birinchi значениесі bu suv bor joyni bildirishlik uchun.
Yanında albatta karvonsaroy bo'lgan, savdogarlar yotib uxlashligi, shu yerda savdo qilishligi, dam olishligi uchun. Keyinchalik minoralarning funksiyasi o'zgardi. Islom davri kirib kelgandan keyin minoradan azon aytib namozga chaqirish uchun foydalanildi va minoraning tagida karvonsaroyning yanında masjidlar paydo bo'ldi. Buni yana bir funksiyasi sторожевая bashня. U tepada постоянное наблюдение bo'lib turgan, karvon kelyaptimi yoki qo'shin kelyaptimi, shuni nima qilish uchun. Keyin minoralarning orasida svязь bo'lgan. Birinchi minorada turgan, keyingi minorada turgan bilan ko'rishib turgan. Bular bir-birine signal berish uchun minoraning tepasida o't yaqqanlar. Kechqurunlari qorong'ida, chunki cho'lning ichida yozning kuni 60 gradus issiq bo'ladi. Shuning uchun ular kunduz kuni dam oladilar, kechqurun yo'lga chiqadilar. Yo'lga chiqishdan oldin qaraydi, qaysi joyda yorug' ko'rinsa, shuni orientir qilib yuradi. Undan keyin kunduz kunlari o't ko'rinmaydi. Shuning uchun ular tutun chiqarganlar, tutun beradi, bu uzoqdan tutun ko'rinadi. Şey vardı 26 hektar. Kalada kalamıyor. Nasıl? Eski kol kanası bu. Yaşayanı bu olur mu? Yaşayanı hemen. Hemen eyvanım, belet eyvanım. Bu, belet eyvanım. Bu hanımeki. Bu arada 3 katlanıki. Kime yapalım? Bak bizde fıstık yapıyorduk. Ya 100 topçayız sizde. Onları Honda aram bir kalabalık. Ben şu ben 2 tane batırtıyor. Darvaza. Ana, ya kalk kreps kullanır. Küçük kreps var. Ben bir kreps var. Yok ya kreps. Полковник Английский, он был военный, и сюда отправили его сад российский на переговоры с Аллахуриханом, в принципе, поэтому. Hürmetli vatandaşlar, buna hoşçakalın. İçen kılığı bu içki kala degen. Şu Xandar Bekler'den, şu Xorazm'de başkaruculardan cayı olgan tarihi yer eken. Hazır biz şu Güzetçiler Turcu yerinde turabız. Şu yer Jalpayanda 26 hektar eken, içen kılağın içki ayında. Bu öz-özünce bölüm olup qaysi bir yerinde xan tuxumları yaşagan, qaysi yerde xanlar yaşagan. Şunda bir керемет сақталып қалған жай екен. Бұл мына şu Xorazm'den 2500 жылдық тарихын анықтады. Ушул жер негізгі өзек болған, негізгі очақ болған жер мына ушул жер екен.